Birinchi xotinlar ham o'tirib birdaniga ikkinchi xotinlar haqida yomon gaplar gapirmang. Umuman olganda hech kimni hech qachon muhokama qilmang. Siz bilmaysiz. Nimaga u bu yo'lni tanladi? Nega u bunaqa qildi? Nega bunaqa yo'lga kirdi? Siz bilmaysiz va unga ham oson emas. Tilingizga nisbatan juda ham ehtiyot bo'ling. Toki shu hayotda yashattiradi Xudo. Birovni muhokama qildingizmi, birovni g'iybat qildingizmi, shu hayotda albatta yashattirib ko'radi. Yashattiradi va his qilib ko'r deydi. Shuning uchun ko'p paytda turmushi buzilgan qizlarimiz o'sha ikkinchi xotinni yomonlab, undan nafratidan как так можно, qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Qanaqasiga deyapti-da. Qanaqasiga? Mana shunaqasiga deb ko'rsatadi Xudo. O'zi so'rayapti-yu qanaqasiga deb. Ana o'shanaqa qizlar o'zi bilmagan holatda qaysidir muddatdan keyin bilasizmi nima bo'ladi? O'zi ikkinchi xotin bo'lib qoladi. Xohlamagan edim deydi. Chunki o'zi bilmagan holatda g'iybat qilib qo'ydi-da. Tuhmat qildi, g'iybat qildi, muhokama qildi. Bilmaydi-ku chunki. Biz bilmagan narsamizni gapirdikmi bu tuhmat. U nima uchun bunaqa yo'lni tutganini biz bilmaymizmi bu tuhmat bo'ldi. Bu g'iybat, bu muhokama. Shunday ekan, bilmaysizmi nima uchun ayollar bunaqa yashayapti, nega ikkinchi xotin bo'layapti, nega birinchi xotinlar chidayapti? Bilmaysizmi? Gapirmang. Bo'ldi. Umuman bilsangiz ham gapirmang. Qanaqasiga, shunaqa ham bo'lishi mumkinmi ya? Mana shunaqa gaplar hammasi men ham qilib ko'ray, qanaqa bo'lar ekan? Men ham bir tatib ko'rgim kelyapti degani qizlar. Mana shunaqa eshitiladi bu. Shuning uchun muhokama qilmayman. Tavba qildim. Allohning o'zi to'g'ri yo'l ko'rsatsin. Allohning o'zi hidoyat qilsin, o'zi eng yaxshisini bersin. Eng yaxshi ish shu. Duoda bo'lish.